Ko'pchilik bukiladigan, yig'iladigan panel so'ragan. Mana pikniklarga, mana powerbanklarga zaryad qilishga juda ham qulay narsa. Lekin hozir ozgina puli sal qimmatroq bozorda. Misol uchun o'zimizning panellar 13-14 sentdan bo'lsa, bular hozir Xitoyning o'zida mana shu 100 vattligi $50 dedi. Bu degani 650 ming, 700 ming so'mga 100 vattli panel. Endi bizni bozor sekin-sekin o'rganishyapti bu narsaga. Mana qulay, o'zingiz bilan olib yurasiz. O'zingiz bilan olib yurasiz. Yig'ib, olib borib zaryadga qo'ysangiz mana yig'iladigan 60 vatt bo'lar ekan, shu mana. Har biri 10 vattdan. Har xil решениyalarni taklif qilishyapti. Panel yasaydigan injenerlarimiz, elektroniklar bo'lsa. Panellar bor edi. Buni samarez bilan qotirib qo'yiladigan panellar bozorga endi kirib keladi. Mana ozgina narx qimmatroq. Mana balkon решениялari ham bor. Balkonlarga mana buni balkonni temiri o'rnatsangiz решение qo'yaverasiz mana. Nima bilan bolni tushib ketmasligini boshqa deysiz, men buni yopmasdan mana panel bilan qo'ysangiz ko'p ish yoqishtirib turaveradi. Shunaqa решениялар bor.